Yer sharini piyoda aylanib chiqaman deb 27 yil umrini sarflagan odam haqida bilasizmi? Ko'rsatuvni boshlashdan avval shunaqa qiziqarli videolarni o'tkazib yubormasligingiz uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. Videoga like bosish esingizdan chiqmasin. Aynan shu yo'l orqali bizning mehnatimizni qo'llab-quvvatlayotgan bo'lasiz. Rahmat. Tasavvur qiling, inson avtomobilsiz, samolyotsiz, velosipedsiz, faqat oyoqlari bilan butun yer sharini aylanib chiqishga qaror qildi. Bu oddiy sayohat emas, bu insonning irodasi, sabr va chidam sinovi edi. Bu inson Karl Bushby. Karl Bushby sobiq britaniyalik desant askar bo'lib, u 1998-yilda tarixdagi eng noodatiy sayohatlardan birini boshladi. Maqsad esa deyarli imkonsiz edi. Janubiy Amerikaning eng janubidan boshlab butun dunyoni piyoda aylanib chiqish bir qarashda tasavvurga sig'dirib bo'lmaydi. U Chilining Punta Arenas hududidan yo'lga chiqadi. Oldinda esa minglab kilometrlar, cho'llar, muzliklar, tog'lar va xavfli hududlar kutib turardi. Yo'lning birinchi monstri Darien Gap bu joyda yo'l yo'q, hukumat yo'q, xarita yo'q, faqat qaroqchilar bor va u o'sha o'rmonni 50 kunda tirik qolib kesib o'tdi. Karlning qoidasi juda oddiy edi. Biror transport vositasiga chiqmayman, faqat dengiz yoki okeanlardan o'tishga majbur bo'lgandagina bu usul ishlatilishi mumkin edi. Ammo quruqlikda faqat piyoda. Sayohat davomida Karl Amazon o'rmonlaridan o'tdi, Meksika chegaralarini kesib o'tdi, Alyaskaning muzli hududlariga yetib bordi. Eng hayratlanarli voqealardan biri esa Bering bo'g'ozidan kesib o'tish bo'ldi. Shunda u Alyaskadan Sibirga muz ustidan piyoda o'tgan birinchi odamga aylanardi. 2006-yilda Karl va uning hamrohi muz ustidan yurib, Alyaskadan Rossiyaga o'tishga harakat qiladi. Bu juda xavfli edi. Muz har qanday paytda yorilishi mumkin, sovuq esa minus darajalarda edi. Ammo eng katta xavf tabiat emas, balki Rossiyaning ruxsatnomalari bo'ldi. Ular Rossiyaga yetib borishadi, ammo muammo endi boshlanadi. Rossiya hukumati Karlni noqonuniy kirishda ayblaydi, chunki ular rasmiy chegara punktidan o'tmagan edi. Natijada Karl bir necha yil davomida hujjatlar va ruxsatnomalar bilan kurashishga majbur bo'ladi. Bu esa uning sayohatini uzoq muddatga to'xtatib qo'yadi. Ammo Karl taslim bo'lmaydi. Yillar o'tib u yana yo'lga chiqadi. U Rossiya, Markaziy Osiyo va boshqa hududlar orqali yurishda davom etadi. Karl Kaspiy dengizidan suzib o'tadi va bunga 32 kun sarflaydi. U bu ishni qilgan birinchi insonga aylanadi. U 2025-yilda Yevropaga qaytadi. Turkiyada Istanbulga piyoda kirib, Bosfor ko'prigidan o'tadi. Deyarli 30 yil, 25 ta davlat, umumiy 47 ming kilometr. Endi oldinda taxminan 2000 kilometr yo'l qoldi. Reja 2026-yil uyda Xal shahriga yetib borish. Karl Bushby bugungi kungacha ham bu ulkan sayohatni yakunlash uchun harakat qilayotgan inson sifatida taniladi. Sayohat davomida u ko'plab xavflarga duch kelgan: ochlik, kasallik, muzli bo'ronlar, chegaraviy muammolar, yolg'izlik va ruhiy bosimlar. U bularni barchasini yenggan, lekin Karl Bushby inson irodasining ramziga aylandi. U yo'lga chiqqanda Google Maps yo'q edi. Nokia'da fonar yoqadigan tugma bor edi xolos. Ammo 27 yil davomida yurdi. 27 yil bir odam, butun sayyora va bularning barchasi piyoda. Ko'pchilik uni yer yuzidagi eng uzoq piyoda sayohatchi deb ham atashadi. Eng qiziq tomoni shundaki, Karlning bu sayohati rekord uchun emas, u inson imkoniyatlari chegarasini sinab ko'rishni istagan edi. Uning fikricha, dunyoni piyoda kezsang, uni boshqacha his qilasan. Karl Bushbyning hikoyasi bizga bir narsani eslatadi. Ba'zan katta sarguzashtlarni birgina qadam bilan boshlanadi va inson chin dildan xohlasa, imkonsiz tuyulgan yo'llarni ham bosib o'tishi mumkin. Jamshid Ziyoxonov aytganlaridek, pulni to'y-hashamga emas, sayohatga sarflang.